5 aprel günü Bangladesh'nin paytaxtı Dakka ve başka bir kısım şehirlerinde Barin inqilabının 33 yıllıqını hatırlaş, Xitayning Uyg'urlar üstüden yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ayblash yuzidan namoyish ve axborot e'lon qilish yig'inlari uyushtirilgan. Hindistonning Cumhuriyet Dünyası nomli televiziya kanalining 6 aprel e'lon qilgan Bangladesh musulmonlari Xitay hokimiyatining Uyg'ur musulmonlariga qaratgan vahshiyliklariga qarshi namoyish o'tkazdi nomli xabarda bayon qilishicha, Barin inqilobining 33 yilligi munosabati bilan 5 aprel kuni Bangladesh Xilofat Andolan nomli bir tashkilot poytaxt Dakkada axborot yig'ini uyushtirib, Xitoy hokimiyatining Xinjiang deb ataydigan Sharqiy Turkistonda davom qildirayotgan irqiy qirg'inchilikni qattiq ayblagan. Yig'inda Barin qahramoni Zaydin Yusuf eslab o'tilgan. Xitoydan o'z ishg'olidagi Sharqiy Turkistonda gunohsiz Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan zulmlarni darhol to'xtatish talab qilingan hamda qonunsiz besilingan bu zaminga bo'lgan mustamlikasini oxirlashtirishga chaqirgan. Yig'indan keyin Bangladesh Xilofat Andolan, Nizomiy Islom, Mevlana Shahidul Islom, Bangladesh Islom ulamolari jamoati, Mevlana Kabirul Islom qatorliq tashkilotlarning rahbarlari va a'zolaridan bo'lib 200 dan ortiq odam Dakka universiteti oldiga yig'ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblab namoyish qilib, ko'cha yurishi elib borgan. Xabarda bayon qilinishicha, Bangladesh Muhojirlar farovonligi va taraqqiyot komiteti deb atalgan yana bir tashkilotning uyushtirishi bilan 5 aprel kuni Bangladeshning G'azipur rayonida 300 dan ortiq kishi to'planib namoyish o'tkazgan. Ular Xitoy elchixonasiga eslatma yo'llab, Xitoy hokimiyatining Uyg'ur musulmonlarga yurgizayotgan zulmlarga, irqiy qirg'inchiliklarga darhol xotim berishni talab qilgan. 5 aprel kuni yana Muhtijut Hamancha nomli bir tashkilot Bangladeshning Rangpur shahridagi Rangpur axborot klubida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoy hokimiyatining jazo lagerlari siyosatini va Uyg'ur musulmonlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini ayblagan. Bangladeshdagi namoyishchilar qo'llarida Bangladeshcha va inglizcha yozilgan Barin inqilobining 33 yillik xotirasi 1990-yili Uyg'ur Barin qirg'inchiligining xotir kuni. Sharqiy Turkistondagi 5 aprel Barin inqilobining ziyonkashligiga uchraganlarni xotirlash ham Xitoydagi Uyg'ur asonliqlari qilinayotgan ziyonkashliklarni to'xtatish namoyishi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtat degandek lozunkalarni ko'tarib olgan bo'lib, namoyishga ayollarmi qatnashgan. Germaniyadan Ikram anglatdi.